Assalamu alaikum muhtaram qarindoshlar. Ko'rib atqanlar Erkin Asiya Radiosi Uyghur bölümü Tor televiziyasining Heptilik Xewerler sayfasi. Mazkur sayfamizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni sizlarga bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. Birinchi yil Amerika poytaxti Washingtonda dardimizni anglaydigan odam bormi? 2009-yildagi Urumchi voqeasidan sadolar mavzuliq yumaloq ustal yig'in o'tkazildi. Yig'inni Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi, Dünya Uyghur Qurultiyi va Amerika Uyghur birlashmasi birlikda uyushtirgan. Yig'inda 5-yil voqeasi haqida Uyghur kishilik huquq programmasi tayyorlagan yangi doklad munozara qilindi. Dokladni programma direktori Henry Shajavskiy va tadqiqotchi Amy Regerlar tayyorlagan. Yig'inning birinchi bo'lagida 5-yil Urumchi voqeasining ikki shohidi, voqeaning bostirilish jarayoni, 7-yildagi Xitoy fuqarolarining Uyg'urlarga qilgan hujumlari haqida o'z beshidan o'tkazgan voqealarni bayon qildi. Namoyishlarimiz o'tirib ekan, soqchilarimiz qo'ltig'ida tapancha turib, ko'rsatib turib ekan. Yig'inda Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi jamiyatining prezidenti Karl Grishman so'z qildi. U so'zida Uyg'urlarning kishilik huquq va demokratiya harakatiga iqtisodiy jihatdan yordam berishni to'xtatmaydiganligi, hatto mumkin bo'lsa yordam berish sommasini ko'paytirganligini bildirdi. Xitoy Jamoat xavfsizlik ministerligi payshanba kuni bayonot e'lon qilib, Kambodjadan qaytarilgan Uyg'urlar ichidagi bir ana 2 bolaning qo'yib berilganligini bildirdi. Bayonot yana qo'yib berilganlarning yaxshi o'rinlashtirilganligi o'tirib qo'yilgan. Ma'lumotlar qaraganda ahvolning Xitoy degandek emasligi ilgari surilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, mazkur ona bola Qashqar viloyatining Nazarbog' yezisidan ekan. Nazarbog'ning yez boshlig'i bu ishdan xabarsiz ekanligini bildirdi. U Kambodjadan qaytarilgan Uyg'urlar haqidagi xabarlarni faqat ko'ch paranglaridan anglaganligini ilgari surdi. Nazarbog' yezisining partkom sekretari bo'lsa, bu masalaning sazgur masala ekanligini, bu haqdagi uchurlarni yuqorqi o'rinlardan so'rashimizni tavsiya qildi. U o'xshashlar 2 bola va bir onaning muvofiq o'rinlashtirilganligi haqidagi xabarni dalillashdan o'zini qochirdi. 27-iyun Germaniyaning München shahridagi Uyg'urlar 26-iyun Shogun voqeasi va 5-yil Urumchi voqeasining 1 yilligi munosabati bilan shehidlarning ro'yiga atab xatmi Qur'on qildi. Faoliyatni Yevropa Sharqiy Turkiston birligi tashkiloti va München cho'nglar mashribi birlikda tashkillagan. Faoliyatda oldi bilan diniy zotlar 30 pora Qur'onni to'liq tugitib, shehidlarning ro'yiga duo tilovat qildi. Faoliyat yana bir necha kun ichida Xitoyga qarshi o'tkazilgan namoyishga qarta o'rinlashtirish ilib berildi. Xitoy hukumati Qashqarni nupusi necha milliondan oshadigan katta Qashqar qilib qurib chiqmoqchi. Bu vaqtdagi uchurlar va Qashqarga qaratilgan bir qism e'tibor berish siyosatlari 27-iyun Qashqarda ochilgan Qashqar yarmankasi axborot e'lon qilish yig'inida o'tirib qo'yildi. Ma'lum bo'lishicha, Qashqar alayda taraqqiyot rayoniga yer ishlatish va bosh taraflarda e'tibor berildi ekan. Xitoy pochta gazetida ko'rsatishicha, mazkur taraqqiyot bog'chisining dastlabki ko'lami 8,5 kvadrat kilometr bo'lib, kelgusida 160 kvadrat kilometrga yetkazildi ekan. Mutaxassislarning qarashicha, Qashqar Uyg'urlar eng zich o'ltiraqlashgan rayonlarning biri bo'lib, Qashqarda terolg'iya oz va suv qiz. Shu nuqtadan ilib aytganda, mazkur taraqqiyot rayoni Uyg'ur milliy madaniyati, shuningdek Qashqarning tabiiy ekologiyasiga og'ir tahdid ilib keldi ekan. 26-iyun Torontoda Xitoyga qarshi zo'r ko'lamli namoyish ilib berildi. Namoyishga Uyg'urlar, Tibetlar, Falun Gongchilar, Tamillar, Vyetnamliklar va Kanadadagi bir qism ommaviy tashkilot a'zolari bo'lib, 20 mingdan ortiq odam qatnashdi. Kanadada ishilgan sanoatlashgan 20 davlat oliy darajaliklar uchrashishiga Xitoy raisi Hu Jintao qatnashgan bo'lib, yig'in 26-iyun Kanadaning Toronto shahrida boshlangan edi. Xitoy raisi Hu Jintao va Xitoyga qarshi ilib berilgan namoyish qattiq yomg'irga qaramay, atagan soat 10 dan kech soat 4 ga qadar davomlashdi. Namoyish Torontodagi Queens bog'chisida ilib berildi. Namoyishda Xitoy hukumatining Uyg'ur, Tibet va Falun Gongchilarga qaratgan bostirish harakatlari fosh qilindi. 6-ayning 26-kuni Turkiyada unutilgan vatan Sharq Turkiston va 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi temasida yig'in chaqirildi. Yig'in Turkiyaning Qaysari shahrida ilib berildi. Yig'inga Turkiya inson yordam vaqfi Qaysari sho'bisining boshlig'i Erkin Sezen apandi riyosatchilik qildi.
O sözdə yığınның ismini unutilgan vətən Şərqi Türkistan və 5 iyul Ürümçi qırğınçılığı deb qoyuşning to'g'ri bo'lmaganligi, chunki turklarning Şərqi Türkistanni hech qachon unutmaganligi və unutmaydiganligini bildirdi. Yığında söz qilgan mazlumlar jamiyati boshlig'i Farruq Unsal apandi Xitoy ishchi va sirtidagi demokrat Xitoylarga Uyg'urlar tatiyotgan zulmni yaxshi anglatish kerak dedi. 1 iyun İstanbulda yana 5 iyul Ürümçi vaqasining 1 yilligi munosabati bilan axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Yig'inni Şərqi Türkistan munbiri uyushtirgan. Xitoy hukumati 5 iyul vaqasining 1 yillik arifasida bexatarlik va tekshirish salmog'ini oshirgan. Radiomuzga kelgan uchurlarga qaraganda, Xitoy hukumat doiralari Uyg'ur elida ta'til uchun yurtlarga qaytish oldidagi oliy maktab o'quvchilarining yanfon va kompyuterlarini qattiq tekshirgan. Tekshirishda mazmuni sezgur deb qaralgan hujjat va suratlar naq maydonda o'chiritilgan yoki shu yanfon va kompyuterlar musodir qilingan. Bu harakatdan Xitoyning Ürümçi vaziyatini Uyg'ur rayonining boshqa joylaridagi Uyg'urlardan yoshirishtirishayotganligi oshkorlanmoqda. Uyghur davası Adil Oshur o'zi yaratgan Guinness dunyo rekordini g'albilik buzib, yangi rekord yaratdi. Radiomizning ziyoratini qabul qilgan Adil Oshur o'zining 60 kunlik dar ustida mahorat ko'rsatish faoliyatini utuqliq tamomlaganligini bildirdi. G'albi bilan soat 11 dan Beijing vaqti 10 o'tganda simdan saqlanib tushib oldim. Tutunning ajig'ini mo'r o'zi biladi deganga o'xshash nurg'un men o'ylamagan qiyinchiliklarga duch keldim. Shu qiyinchilikni bir-birlab hammasini yengib, nurg'un tajribaga ega bo'ldim. Bizningki Uyg'ur davlatligi 2000 yildan ortiq tarix ega. Bizningki oilamizga 450 yildan oshdi. Adil Oshur mahorat ko'rsatish faoliyatini 3 may atdigan soat 10 da boshlagan. U bu jarayonda sim ustida uxlash, o'ltirish va yugurishga o'xshash qiyinlik darajasi alayda yuqori mahoratlarni ko'rsatgan. Adil Oshur ilgirmi ko'p qitim Guinness dunyo rekordini yaratib, Uyg'urlarni iftixorlik tuyg'usiga cho'mdirgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlarga Heptilik Xewerler sahifamiz bo'yicha bu hafta jarayonidagi muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tdik. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xushvaqt bo'linglar.